Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi ma'lumotimiz mana bunaqa quyoshli yorug' kunlarda mana bunday uzun zallarga qanaqa qilib lazer yordamida mayab qo'yish haqida bo'ladi mana. Xo'p. Ko'rib turibsizlar, mana lazerimiz o'rtaga qurilgan. Ikkala tarafda eng oxirgi mayakdan boshlab qo'yib kelinadi. Har bitta mayak qo'yilgan payt mana ko'rinayotgan bo'lsa, lazer nuri tushib turibdi. Orqaga ham o'tkazish kerak. Shu oxirgisidan boshlab mana bunda ham nur turibdi. Qo'yiladi va undan keyingi qo'yilgan mayak bunga nur o'tkazib turadigan darajada botiriladi va davom etib lazer tarafga qarab yuriladi. Bu taraf ham xuddi shunday o'rtaga keladi. Mana bu holatda idealniy va juda ham ish koeffitsient samaradorligi yuqori bo'lgan holatda bitadi. Mana shu yerga 20 minut vaqt ketdi bir kishini. 20 minutda qo'yilgan mayak. Hech qanaqasiga muammo qilmaydi. Idealniy darajada tekis chiqadi. Sinovdan o'tkazib ko'rishlari mumkin. Bu bizdan ko'p marta sinovdan o'tgan usul. Ish berishi, Xudo xolasa, hammamizga juda ham manfaatli bo'ladi.